Nevruz murojaat TV. Biz kursimizga yo'llangan murojaat yuzasidan Samarqand shahar sog'liqni saqlash bo'limi markaziy shifoxonasiga keldik. Murojaatchilar aytishicha 7-avgust kuni pichoqlangan qaynona shu yerda davolamoqda ekan. Juma kuni 7-avgust soat 9 oralari men divanimga yotgan edim, o'tirgandim. Kelinim shu yotgan uyimgacha keldi. Eshikni ham taqillagani yo'q, birdaniga uyga kirdi, 3 ta nevaram bilan. Keldi, o'tirib oldi, aytdiki, "Men shu yerga yashashga keldim" dedi. Seshanba kuni hokim keladi, kim nimalar keladi dedi. Kim aytdimki, "Hay, mayli, kelgan bo'lsang" dedim. "Hozir men komitetni chaqiraman, uchastkovoy, jensovetni chaqiraman" dedim. "Bir o'zing bu yerda kira olmaysan. Birinchi o'zingni uying bor, men bilan yashamaysan. Bu yerga propiskaga yo'qsan" dedim. "Men hozir ular keladi, shular bilan hammasini hal qilamiz" dedim. Keyin o'zidan chopalab turdi-yu, "Men hozir u xonani to'g'irlayman, yo'q, hozir ana shu yerda turaman" dedi. Keyin xonadan ayvonga chiqdik. Ayvonga chiqdik, men sразу komitetlarimizga telefon qildim. Jensovetga telefon qildim. O'g'lim ishda edi, o'g'limga telefon qildim, 3-o'g'lim, kichkina o'g'limga. Buni eri Izraelda ishlashga, bu yerda yo'q eri. Keyin o'g'lim keldi. Sразу men unga aytdim, 102 ga telefon qil dedim. Hozir menimcha dedim, bu yerda katta urush janjal bo'ladi dedim. Keyin 102 ga keldi, 102 ga qildi. O'sha payt gaplashib o'tirganimizga shu uyni ayirmasiga oldiga, eshigini oldiga o'tirib olib, telefoniga meni olayotgan ekan. Men ko'rib qoldim uni. Keyin oldiga bordim, aytdimki, "Telefonni nimaga meni olyapsan? Erta internetga qo'ymoqchimisan?" dedim meni dedim. Qo'lidan telefonini olmoqchi bo'ldim. Blogerlik ham qiladimi kelin? Ha, kelinim o'zicha bloger bo'lgan. Ana shu 1 oydan beri faqat internetga bizlarni qo'yyapti. O'g'limni qo'yadi, meni qo'yadi. Ana shu uyda kelayotgan paytida ham istoriyasiga qo'ygan ekanki, "Hozir men qaynonamni uyiga boryapman. 1 soatdan keyin nima bo'lganini qo'yib ketaman" debdi. Mana bu tasvirlarda o'sha kungi janjal aks etgan. Seni farzandime колонкаga boyama rasomdagi tamom. Yurash bilan javobgar ne inoba. Ina уже mustaqil hayoti xudoshi yashakada gashtas. Tamom. Keyin men o'zi shuni bildimdaki, bu hozir bir ishni boshlashga kelgan, shantaj qilishga. O'g'lim keldi sразу, o'g'lim 102 ga telefon qildi. 102 kelguncha shu men telefonni qo'lidan olmoqchi bo'ldim, bunaqa qildi-yu, shu eshigimni oldida edi, chopalab uyga kirdi. Uyga kirganda shunda u uyimni stoliga постоянно bitta pichog'im turadi-da, non kesishga, boshqa narsaga. U juda ham o'tkir pichoq. Shuni olib chiqibdi. Men hali ayvonga orqamni qayrilib, sal nariroqqa ketganimda orqasiga pichoqni yashirib, "Hozir o'ldiraman" degani qulog'imga kirdi. Shunaqa qayrilsam pichoqni olib birinchi bu yog'imga keldi. Yonimizga hali ham hamsoyamiz bor ekan. Uni chaqirgandim men guvoh sifatida. Yonimga orqamga turgan edi, cho'palab keldi. Birinchi pichoq qornimga keldi, u ushladi. Ikkinchisini ko'tardi-yu, yuragimga to'g'riladi, men mundoq qildim, mana bu yog'imga tegdi pichoq orqamga. Bu yoqqa. Uchinchisini qayrilib yana bu yoqqa cho't qildiki, o'g'lim sal nariroqqa edi, uni ko'rib qoldi, cho'palab kelib oyog'i bilan itarib yubordi uni. Dod voy soldim. Men endi o'zimga bilmayman qayerga tekkanini o'sha payt seza olmadimmi? O'g'limdan qo'rqdimki, unga yopishmasin deb, "Yordam beringlar" deb dod voy soldim. Hamsoyamni kelinlari keldi, qizlari keldi. Hada hammamiz chiqib, chopalab tashqariga chiqdik. Biz bemorni shifoxonada boshqa bo'limda ro'yxatdan o'tgan holda umuman boshqa bo'limdan topdik. Eshonqulova Gulandom bemor bizlarga 9-slo soat 14:40 ga kelib murojaat qilgan. Murojaatda asosiy sababi situatsion nevroz, ya'ni uyda janjaldan kelgan u. Keyin chap yelkada
najvoy raneniya ham bor edi. Chaqimda esim yo'q. Uni xirurg ko'rdi, unaqa chuqur nimalar yo'q. Bemor bundan oldin 7-yilda Samarqand tumaniga murojaat qilgan. U yoqda xirurglar tomonidan birinchi yordam ko'rsatilgan. Keyin bizlarga murojaatdan keyin umumiy ahvoli kelgan paytda o'zini uncha yaxshi bilmasdi, qaltirab, shunday vazbujdonni qaysi ma'noda odam o'zini bilmaydi-ku, shunaqa edi. Pol kaplar nimalar yordam qildik. Umumiy ahvoli nisbatan yaxshilangandan keyin ish so'rashib, neyroxirurgiya bo'limiga yotqizilib, umumiy yordamlar ko'rsatildi. Umumiy ahvoli shu asosiy asab bilan bog'liq, plus uyda najvoy endi bilmayman qanaqa pichoq bilan bo'lgan, boshqa bilan bo'lgan, yelkasida yara nimasi bor edi. Nima jarohat bor edi. Tashqariga chiqib darvozani yopib o'tirdik 102 kelguncha. O'sha yerda ana shunaqa qaltirab nimalarga kutib o'tirdik. U o'sha payt pichoqni olgan, yana xonaga kirib, meni hamma dokument, kashelyoklarimni, ikkita kashelok olgan, sumkachamni ichidan dokumentlarni olgan, qo'liga nima tushgan bo'lsa hammasini olgan u tualetga tashagan. U menimcha shu og'ir narsalarni olganki, pichoq tagiga qolib ketsin deb. Keyin 102 keldi. Bo'lgan ish shu. Qayerga olib borishdi birinchi yordam kim ko'rsatdi? Ichki ishlar keldimi? Sizlar tushuntirish xatlarini oldimi? Ha, shundan keyin skori chaqirdik, skori keldi. Keyin mazam bo'lmadi, sudurgidek bo'lib ketdim, qaltirab ketdim, shokovое состояние, уже depressiyaga. Keyin skori olib meni nimaga Seliskiy tumanga olib ketdi. O'sha yoqqa birinchi yordam ko'rsatdi. Yaramni ko'rdi, aytdiki, "Hay tikmaymiz" dedi. Qanaqadir rezinka qo'ydi, davleniya visokiy. O'sha yoqda bir fas o'tirdik va nima qilamiz dedi. Davleniyangizni tushirtirib javob beramiz dedi. Davleniyam tushdi, keyin meni uyga javob berdi. Soat 3 gacha uchastkavoy shu yerda edi. Ana ichki ishlar keldi. Keyin anaqa keldi soat 2larga nima bor-ku, ishni olib boradigan nima tergovchi kelib, shoshib yozgan tilxatlarimizni keyin videosiga oldi. Qanaqa bo'lgan holatni-yu ketdi. Uni olib ketdilar. Ertasiga uni javob berganlar. Nima qilib yuborganlar. Chiqarganlar, qo'yganlar. Murojaatchilarning aytishicha, kelin qaynonaga pichoq urgan holati aynan xonadonning mana shu joyda sodir bo'lgan. Ichki ishlar xodimlari kelguncha xonadon egalari darvozani qulflab ko'chaga chiqib turishganda, kelin jinoyat quroli, ya'ni pichoqni hojatxonaga tashlab yuborgan ekan. O'sha kuni holatga guvoh bo'lgan qo'shnilar esa quyidagicha izoh berishdi. Soat 9lar edi-da. Ha, o'xsham payti. Kishi yotgan ekan, u kirib bordi uylariga. Keyin ularni chaqirdi. Qo'shni chaqirdiga bu keldi, baqircha qilyapti menga dedi. Telefon bilan kelgan, syomka ham qilyapti. Keldi. Ha, keldi. Keyin bordim qo'ylarim marakaga dedi. Bordim, qaradim, tinchlikmi? Keyin aytdiki, "Men shu yoqqa yashamoqchiman" dedi. Keyin aytdiki, "Qaymoqchi, bu yoqqa senga joy yo'q." Keyin yana telefonga xizmat qildiki, u dediki, "Xizmat qilma telefonga" dedi. Telefonni olmoqchi bo'ldiki, u pichoq bilan urdi. Nimasini, qaynonasini. Keyin urush janjal bo'lib ketdi. Keyin u kishini bu yoqqa chiqardik, keyin pichoq bilan nimani taylagan. Qayerga tashlagan shuni? Tualetning ichiga. Dokument qo'ysini, dokumentlari yo'q. Ular keldi, ko'rdi hammasini. Ichki ishlar xodimlar kelishdi. Ha. Keldi. Pichoqni olishmadimi shunda? Yo'q. Olishmadi. Pichoq ko'rishdimi? Qayerligini? Ha. Shu qonun yotadimi? Ha. Ha, o'zim ko'rdim. To'g'ri, eshikni yopib nima qilganingizcha u pichoqni taylagan. Hojatxonaga. Ha. Murojaatchilarning aytishicha, o'zidan Insta blogeriyasi bo'lgan kelinga nisbatan oradan bir necha kun o'tsa hamki, hech qanday chora ko'rilmagan ekan. Haqqim qiyomatda olaman. Mana shundan shu holatdan keyin ertasiga уже menga qaltirash holat, davleniya visoki, уже qo'rquv, bilasizmi? Qo'rquv bir o'zim uyda ana shunaqa qilib yotdim.
Davlenim 200 gacha ko'targanda skorini chaqirdik. Keyin skori bu yerda Gorbanitsaga olib keldi. Mana haligacha hozir shu yerda yotibman. Endi uyga borishga qo'rqaman. Yana kelmasin deb. Nima chora ko'rildi? Umuman qanday o'zgarish bo'ldi? Qo'rqyapsizmi? Qanaqa bo'lyapti? Hozir sog'lig'ingiz qanaqa? Sog'lig'im hozir mana ichimdan qaltiroq, ana shu pichoq nima qilgani hali ko'z oldimdan ketmayapti-da, shu depression holat ham nimamga ta'sir qildi. Mana hozir ham qaltirab yotibman, shu esimga kelsa ichim qaltirab yotibdi. Shunaqa bu yerda bular yordam berdi, nima qildilar? U nima tomonlardan, ichki ishlar tomonlaridan hech nima, mana bir hafta bo'ldi, hech qanaqa gap yo'q. Ana u yuribdi mazza qilib restoran. Ana shunaqa qilib yuribdi u bemalol ozodlikka. Mana u qasddan menga qasdona uyushtirish qildi-da, qasdona. O'ldirmoqchi bo'ldi meni qasdona. Shunga men hozir uyga borishga ham qo'rqaman. Yana kelib bir nima qilmasin deb. Kulib muhabbating o'tida ikkimizni yonganimiz boshqacha. Ish o'ynashib lablarimiz borda. Biz holatga oydinlik kiritish maqsadida Samarqand viloyati Ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati rahbari bilan bog'landik. Ammo ekspertiza xulosasi chiqmaganligi sababli hech qanday munosabat bera olmasliklarini aytishdi. Men qanaqa chora mani undan himoya qilishni so'rayman. U kim aytadi ertaga yana kelib shu ishini qilmasligiga menga kim kafolat beradi? Men mahallasini, ota-onasini mahallasiga chiqdim. Ular aytdiki, uni pasporti bor, u o'ziga o'zi xo'jayin fuqaro, bizlarga propiskasi yo'q dedi. Ichki ishlarga murojaat qil, ular seni himoya qiladi dedi. O'zini nimasiga qildim, propiska joyiga, Sagziyanaga. Men qilmadim, uchastkovaga. O'g'lim qildi. Bizlarga xabar kelgani yo'q, bizlar hech nimani bilmaymiz debdi. Sagziyana mahallasini uchastkovoyi. Mana men hozir bunaqa vaziyatda men nima qilishim kerak? Biz o'sha qaynona meni pichoqladi degan kelin bilan telefon orqali bog'lana olmagach, Instagram orqali bog'lanmoqchi bo'ldik, ammo hech qanday javob ola olmadik. Jinoyatning katta kichigi bo'lmaydi deyishadi. Umid qilamizki, lavha efir yuzini ko'rgach, viloyatdagi, respublikadagi mas'ullar hayotidan xavfsirab yashayotgan onaizorning murojaatlarini eshitib, ijtimoiy tarmoqlarda ba'zi birovlarga motivatsiya berayotgan kelinga nisbatan jiddiyroq chora ko'rishar. Bu mavzuga yana qaytamiz. O'z murojaat TV. Chingiz Norqulov, Rustam Ragimov, Samarqand.